Do'stlar, mana bunaqa yolg'on xabarlar chiqib ketyapti-da. Yo'lda 3-6 oy qamaldi. Har xil Telegram kanal, Instagram kanallarga bitta narsa ona bolam deydi-da. Onam yuraklari og'rib bunaqa xabarlarni eshitib telefon qilib qolibdi. Bolajonim tinchmisan, yaxshimisan deb. Ona tushunmaydiki uni yolg'onliklarini. Men yaxshiman, tinchman. Sud yana qoldirildi 5-martga. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hali yaxshi bo'lishiga ishonaman. Sizlarning duolaringiz bilan harakat qilamiz. Hali janglar oldinda 2-aprelga oktagonga revanch qilishimiz kerak. Bolalarimni yondan chiqib ketayotgan paytim xayrlashguncha yana qaytib kelaverganman degan fikr bo'lib qolibdi. Har xil narsa bo'lib qolibdi-da. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlar bunaqa yolg'on xabarlar chiqmay, kimdir qamamoqchi bo'lyapti, kimdir ozodlikka chiqarmoqchi bo'lyapti. Hamma bunaqa yolg'on xabarlar odamlarning fikrini buzib qo'yapti-da. Men xursandman. Farzandlar, onaxonlar hali hammamiz prezidentim mehribon. Hammasi zo'r bo'ladi. Men ishonaman. Hammasini cho'tki qilib olaylik. Hali oldinga hali erka bo'lan bilan jang qilishimiz kerak. Qo'li yo'q. Rubisa, chista. Xudo xolasa, sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sizlarni podpисчиklaringiz nomerading inshaalloh. Sizlar duoda bo'linglar, bo'ldi. Sizlardan shuni yaxshi ko'rib, shuni tilab qolaman. Rahmat sizlarga hammalaringizga.